Valla faloni qori 580, faloni qori 2000 o'tarladay, faloni qori ham sarochaday o'qiy olmaydi. Men siz qavmni mo'ysafida, arbobi, vakili, guzari shular bois qilibdiki, qorilarni majbur qiladiki, valon yarim soatga hammasini o'qib bersin. Bir oqshom tarovih o'qilganda ertasiga darrov valo qori so'yib falonilarni masjidi yarim soat ilgari bizdan ilgari xalos qiladi. Yana bir tadigasi aytadi, falonini ham bizda yeshitdik, 10 daqiqa bizdan ilgari xatm qiladi. Faqat dinni ustiga chena urmoq. Bu tarovihoyki zeri fishor bilan qori bechora xizlatadiki, choroy nambar yakni ustiga 2000 ni xizlatganday qilib, bunday bir narsa emaski, Alloh taolo evaz bergidek bo'lsa. Hanuz ba guftaye donishmand misri tavhin ba Qur'on, tavhin ba namozdir. Tavhin ba tarovihoyki asli risolatga va sahoba ikromga o'qigan o'qiydi. Ramazon ma'nosi nimadir? Ramazon ba ma'noy ramz, ba ma'noy ko'ydirishlik. Nimani ko'ydirishlik? 11 oyga qilgan gunohimizni talosh qilsayki boyat shu Ramazon muborakka hammasini mahv nobud qilib qo'ydirsak. Va bu yarim soatda tarovihni bo'lmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalar aytdilar, bizda muborak payg'ambar islomning keyinlariga namoz o'qiydik, hatto saharlikdan qo'rqaydiki, oldimizda nima bo'lmasa tark bo'lmasin.